Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, kuzatuvchilarim. Bugun bizga mehmon kelgan. Taniyapsizlarmi? Bular Yalla guruhini gitaristlari bo'ladilar. Javlon aka oilalari bilan tashrif buyurishgan. Mana achicho deysizlarmi? O'zim qo'llarim bilan qilib berdim bularga. Mana shashliklar. Dinar opam bilan kelganlar. O'g'illari Amerikadan keldi. Amerikada yashirganlar. O'shaning uchun bizga kelib O'zbekistonning milliy taomlarini sog'inishgan ekan kelishdi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisiz? Tinchmisiz xonadonlaringiz? Kimga Chig'atoyga gapiramiz. Aha. Qaysi chet ellikni olib kelmasam, hammasi yig'laydi. Shashlik yeyishi bilan yig'laydi. Yononi shunday tishlashi. Mana shunaqa joy Chig'atoyda. Har doim kelib turasiz, bilaman, klientimiz. Agar shashlik bo'lsa boshqa joyda yormaymiz. O'rganib qolgan oila. Bu shashlikni qanaqasi yoqadi sizga? Men har bittasini yeb ko'rganman, hammasi yoqadi. Lekin bu yerda faqat nafaqat shashlik. Hasb yeyman, hasb boshqa hech nima yemayman. O'zingiz bilasizlar. Hamma yerda yormaysiz. To'ppa to'g'ri. Yeyman, norinni ham shu yerda endi xudo xohlasa xudo deb turibmiz, ammo bu yangi joy. Umuman chiroyli bo'lib, zo'r bo'ladi. Hozircha chiqib turibmiz, o'sha времян kelgan. Albatta sizni ochilish marosimiga chaqiraman. Xudo xohlasa juda ham katta insonlar kelib, chiroyli ochilish marosimlari bo'ladi. Sizni taklif qilaman xudo xohlasa. Hammasi omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Amin, amin, rahmat. Tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Oilangiz bilan tinchlik, xotirjamlik, farzandlaringizni rohatini ko'rib bering. Shu farzandlaringiz hali uylanishmagan ekan, yaxshi go'shangalar, kuyovlar bo'lsin ilohim. Hammaga katta salom. Ana kelinglar o'rtoqlar, mana sizlar mazza qilib ovqatlanib ketinglar. Mana oilalari bilan kelishyapti. Kelinglar sizlar ham.